Ayol erkak uni tushunishidan umidini uzganda uni qo'yib yuboradi. Uni kuzatmaydi, nazorat qilmaydi, telefonni kovlamaydi, rashk qilmaydi. Qo'yib yuboradi. Avvaliga erkak xursand bo'ladi va nihoyat erkinlikka chiqdim deb va xohlaganday yashaydi. Sekin-sekin ayolni aynan mana shu e'tibori, injiqliklari, talablari, jinniliklari, to'polonlari, nazorati yetishmay qo'yadi. Erkak buni qidirishni boshlaydi. Lekin afsuski, topolmaydi. Chunki ayol butunlay sovib bo'lgan bo'ladi. Erkaklar, hech qachon ayolingizni yolg'iz tashlab qo'ymang. Bu vaqt sizga zararga ishlasa, ayolga foydaga ishlaydi. Chunki endi u siz yashashni o'rgan.